Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilar. Mana bugun Namangan viloyati Chortoq tumanidagi labo yasash sexiga kelganmiz. Mana ustakilarimiz Damasdan kesib labo qilib tayyorlashyapti ekan. Mana birinchisi mana ko'rib olishingiz mumkin. Mana shu o'zimizni 2007-yildan bag'dagi cho'chqa damaslarimiz yarim tayyor holati. Mana undan keyingi bosqich o'tib qolgan bosqich. Mana ekan. Mana pashta bitib qolgan holat mana ekan. Mana ochiribdagi damasimiz mana kesilgan kelgan. 2022-yil bo'lsa kerak yili. Xohlasani bunaqangi baquvvat qilib turib, usulini qilib, bortlarni, kantini profillardan qilib berishar ekan. Xohlasani zavodga bort qo'yib berishar ekan. Narxlarga keladigan bo'lsak, Ramazon oyi yaqinlashganligi munosabati bilan mana shunday holatda shuni kraska qilib tayyor minadigan holatga keltirib berishlari uchun 16 million so'm. Tepesiga hayvon yuklarimiz biz bort qilishimiz kerak deydigan bo'lsa, bunda profilida yasab turib rasmlarni qo'yib o'tamiz. Qiladigan bo'lsak 19-20 million so'm orasida qilib bitirib berishar ekan. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz, bemalol aloqa chiqarishingiz mumkin. Qiynama o'zingni yod ikki but orasida